Bu ikkala mashina og'aynilar bir xil mashina hisoblanadi. Xo'p, buni rangi bejevый, bu serebristый. Faqat bu Nissan Maxima, barchangizga tanish 3 litrli. Bu esa Infiniti, bu ham 3 litrli. Do'stlar, nimaga bunaqa deysiz? Qarang, bir xil kuzovda ikki xil nomda ishlab chiqariladi. Xuddi Toyota bilan Lexusga o'xshaydi. Infiniti brendi ham Nissan Group kompaniyasiga tegishli do'stlar. Buni bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun ma'lumot do'stlar. Mana oldidan ko'rinishi bu hamda Nissan Maxima. Ikkalasi ham 3 litrli motor. Buni narxi 9,5 ming ekan, yil 2004, toza Infiniti. Uni narxi 7,5 ming ekan do'stlar. Telefon raqamlarini qoldiraman. Mana salon ko'rinishi, 10 oylik tonirovka ruxsatnomasi bor ekan. Menga Yaponiyaning mashinalari juda yoqadi. Mana telefon raqamlari bemalol muloqot o'tkazsalaringiz bo'ladi. Ha aytgancha ikkalasida ham propan bor ekan.